Hammaga xayrli kun. Bugun yana bitta kvartiramiz sotuvga chiqdi. Bugungi manzilimiz Sergeli Moshina bozor orqasida Sergeli 6A da joylashgan 7 etajli novostroykani birinchi etajdan sizlarga bitta 2 xonali kvartira topib qo'ydim. Hozir shuni ichkarisini bitta qisqacha ko'rsatishdan oldin yurakchan xizmatni like bosib qo'yamiz va sekingina videoni boshlaymiz. Atrofida mana bu tarafdan boshlayman. Mana o'yingoh, detskiy plashatka, sal teparoqda stadion joylashgan ekan. Mashina qo'yish uchun parkovkalar bor mana. Bu domimiz mana shu birinchi etajda joylashgan. O'zini zeleniy zonalari ham bor. Mana shu o'rtada daraxt bor mana. O'ziga qarashli mana shu o'rtada. Hozir ichkarisini ko'rsatamiz, olib keling. Kiraverishda podest qismi bo'ladi. Salom. O'zini yangi lifti bor mana. Lift joylashgan. Bizning xonadonimiz mana shu o'rtada joylashgan. Bismillah. Kirib oldik. Kirganimizda mana prixoshkasi bo'ladi bu. Aboydan chiqqan. O'ng qo'limizda hojatxonasi hamda hammomi joylashgan. Bu samishonli bo'ladi. Ichkariga kirganimizda bu yoq qismimizda zal qismimiz. Bu ichma-ich bo'ladi, smejinli variant. O'ng qo'l tarafimizda esa kattalar yotoqxonasi spalni joylashgan. Spalni qismi bu. Lustralar qo'yilgan, pardalar osilgan. Mana mashina bozor, to'g'rida mashina bozor. To'g'rida mashina bozor. Mashina bozorning orqasi manzil. Eng oxirgi xonamizda oshxona. Bu uyimizning umumiy maydoni 8 metr kvadrat. Oshxona qismi. Bu kontrni kotyor qo'yilgan, gaz bor mana. Bu o'rtada mebel qilib qo'yilgan. Bu uyimizning narxiga keladigan bo'lsa, egalari 57,5 ming startli narx belgiladilar. Ustida ozgina savdosi bor ekan. Pastda nomerlarni yozib qo'yamiz. Bemalol o'tib telefon qiling. Xudo xolasa sizga yoqadigan umidamiz.